29-iyun men yumshoqqina ravochlarni terib yuraman. Sveji yumshoq ravochlar. Ham qaranglar. Bahor o'tib ketib bo'lgan. Aprel, may yo'q. Iyunda, 29-iyunda ravoch. Sveji. Ha, qaranglar, karsillab turibdi boru. Bizani tog'larda yozda ham ravoch bo'laveradi. Hozir maza qilib buni karsillatib yeymiz. Yozda ravoch yeyishimni bilib, tuzimni ham olib kelganman. Yumshoqligini qaranglar. Xuddi bahorgidek yumshoq. Yaxshi ko'radiganlar yuborib azoblanib qo'ysanglar bo'ladi. Ertalabdan.